Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida Uyg'urlarga dair radiomuzda anlatilgan bir qism mühim xəbərlərni diqqətinizə sunumuz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Amerikanın Xalqara Dini Erkinlik İşləri Baş Elçisi Sam Brownback Ağsarayның dini erkinlikni dəbsəndə qıvatqan Xitay əməldarlarını cəzalaşını tələb qılğan. Brownback bu vaqtki məxsus təklifini yaqında Ağsarayğa tapşırğan. Washington Post gazetəsinin 28 iyun aşkarlaşıca bu təklifdəki birinci nişan Uyğur diyarıdakı Xitay Kompartiya sekretari Chin Chuang ekan. Xəbərdə əgər məzkur təklif qəbul qılınsa, Prezident Trump Obama dövründəki Magnitski kişilik hüquq qanununun əlaqədar maddələrə əsasən Dövlət İşləri Ministerliyi bilan Maliya Ministerliyiga məmuri buyruq düşürüb, dini etiqad erkinligini dəbsəndə qılğan Xitay əməldarlarının bank hesabatı və başqa baylıqlarını to'nglatishga buyuruydu ekan. Mazkur qonun 2017 yılı dekabrda Bermidagi Rohingya musulmonlarga qirg'inchilik yurgizgan bir qism Bermi generallarga hamda Beijing shaharlik saqchi idorasining boshlig'iga tatbiqlangan edi. 25 iyun kuni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişinin yığında Germaniyadagi tehdit ostidagi millatlar tashkilotining vakili so'z qilib, Kişilik Hukuk Kenişinin Uyghur elidagi lagerlarni taqash masalasida dərhal tədbir qo'llanishini talab qilgan. Mazkur tashkilotning vakili Xitoy hukumati 1 yildan ortiq vaqtdan beri Uyg'ur elida begunoh kishilarni tutqun qilib, ularni ideya o'zgartish lagerlariga solmoqda. 2017 yili aprel oyidan boshlab necha 100 minglagan Uyg'ur majburiy tutqun qilinib, intayin nachar sharoitlarda va qiyin qistoqlarda ideya o'zgartishga majburlanmoqda. Uyg'ur oilalari vayron qilindi. Minglagan kishi yo'qolib ketdi va eng oz deganda 10 ming kishining u o'rinlarda o'lganligi isbotlandi degan. Mazkur yig'inning 27 iyun kunidagi muzokarasida Yevropa Ittifoqi, Germaniya, Angliya, Shvetsiya qatorliq davlatlar Uyg'ur diyoridagi yig'ilish lagerlarini maxsus tilga ilib, bu lagerlarni taqashni talab qilgan. Yaqında Xitoy doiralarining Urumchi shahridan sirtqa chiqib ketgan noposlarni aniqlash to'g'risidagi bir maxfiy hujjat oshkorlandi. Urumchi shaharlik Nampos mulozimat ishxonasining 2018-6 nomerlik mazkur hujjati bu yil 4-oyda tarqatilgan. Hujjatda Urumchi naposidagi aholilarning kimligini qayta tizimlab, ikkilik kod qo'yilgan sazgur oilalar tizimligidagi fuqarolarning Urumchi sirtida turayotgan yoki chet elga chiqib ketgan oila a'zolarini aniqlash talab qilingan. Hujjat ko'rsatilishicha, oila a'zolarining madaniyat saviyasi, nikoh ahvoli, qon tipi, ayollarning birga yashash nisbati, ota-onalarining ahvoli qatorli uchurlar to'liq aniqlanib, har bir oila a'zosiga maxsus arxiv turg'izildi ekan. Yaqında Xalqaro qalamkashlar jamiyati bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini Uyg'ur yosh naqshchi Ablajon Oyibni qo'yib berishga chaqirgan. Mazkur organ bayonotida Ablajon Oyibning o'z fikri va ko'z qarashlarini tinchlik bilan o'tirib qo'yganligi uchun qonunsiz tutqun qilinganligi, uning darhol va shartsiz qo'yib berilishi talab qilingan. Ablajon Oyib bu yil 15 fevral kuni tutqun qilingan edi. Xalqaro qalamkashlar jamiyati dunyoning har qaysi joylaridagi a'zolarini o'z turishliq davlatlardagi Xitoy elchixonalariga va Xitoy raisi Shi Jinpingga maktub yo'llab, Ablajon Oyibning navbatdagi ahvolini surishtirishga chaqirgan. Bayonotda yana uning qayerda ekanligini, Xitoy hukumatining uning salomatligiga kapolatlik qilishini va advokat bilan ko'rishishiga ruxsat qilishini talab qilgan. 26 iyun kuni Yevropa parlamentida təhdid ostidagi insonlar 100 minglagan Uyg'urlar Xitoy lagerlarida azob chekmoqda nomli muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Yevropa parlamentining muavin raisi Fabio Massimo apandi tabrik so'zi avatgan. Tabrik so'zida mundaq deyilgan: "Echinishli yeri shuki, Xitoy 100 minglagan Uyg'urni jazo lagerlariga solab, ming yuyish va qiynash vositalarini qo'llanib, ularning milliy islomiy tuyg'ularini yo'qotishga urinyotdi. Lekin xo'shallanarli yeri, biz Xitoyning bu mustabid qilmishlariga qarshi birlikda harakat qilyapmiz." Yig'inda Yevropa parlament a'zosi Ramon Tremosa Xitoyning inson qilipidan chiqqan bostirish va ta'qiblarga la'nat qo'yganligini bildirib, biz birga kurash qilib dunyoni o'zgartimiz degan. Yig'inda yana mutaxassislar bilan faoliyatchilar Uyg'ur diyoridagi lagerlar haqida doklad bergan.
Uyghur elining Qashqa, Xotan rayonlarida jasad bir taraf qilish o'rinlarining toki kentlarga qadar kengayotganligi oshkorlandi. Bu xil o'rinlarning Qarqash noyasidagi ba'zi yezlarda 4-5 kentga birdan ta'sis qilinayotganligi. Lekin Chinibaq aholilar rayonidagi ba'zi joylarda har bir kentga birdan qurilganligi ma'lum bo'ldi. Bir kent amallik mudirining bildirishicha, Qarqashdagi bu jasad bir taraf qilish o'rinlarining qurilishi bultur 7-oyda boshlangan. Bu jasad bir taraf qilish o'rinlarining yig'ilish lagerlari ta'sis qilinib, 4 oydan keyin qurilishga boshlaganligini bildirdi. Ba'zi kuzatuvchilar jasad bir taraf qilish o'rinlarining bu darajada tez va keng ko'lamda qurilishini lagerlarda jon uzganlarni yang ichida bir taraf qilishning chorasi deb qarasa, yana ba'zilar diniy zotlar qolmag'achqa jasad uzatish ishlarining hukumat xodimlariga yuklanib qolganligi deb qaramoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganingizga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.